Hammaga assalomu alaykum. Demak, bugun biza noldan boshlang'ich kapital qilishni o'rganamiz. Telegram giftlarida qanday qilish haqida gaplashamiz. Endi tasavvur qilaylik, sizlar keldinglar, masalan, qiziqasizlar shu sohaga, lekin pullaringiz yo'q deylik, masalan, baribir Telegram gift, Telegram podarka sotib olaman desanglar, u pul turadi. Pul kerak. Lekin tasavvur qilamiz, sizlarni pullaringiz yo'q, sotib olishlaringizga. Shuning uchun noldan kapital qilishni o'rganamiz. Xo'p, demak ketdik. Birinchidan, bizani kanal Genius Trade. Hamma yangiliklarni gapirib ketaman. Nima bo'ldi, qanday bo'ldi, qanday nima halyava chiqadi-yu. Sifatdan pul ishlab bo'lsa agar mana mana shu yerda ham mana o'zim ham ko'rsatib gapirib berganman. Bu haqida hali gapirib beraman, lekin undan oldin birinchi kanal haqida gapirib beray, chunki kanalni o'zida men o'zim ham birorta giftlar berib chiqqanman. Kanalimdagi eski obunachilar biladi. Eski kim avvaldan kuzatib keladi, o'zi biladi. Yaxshi biladi, bepul giftlar даже mana shu nima uchun reaksiya qoldirishadi, mana qaranglar. Doim reaksiya 3 tadan. Nima uchun qoldirishadi? Mana shu 3 ta odam, seryozni aytyapman, doim mendan gift oladi. Har bitta postga layk qo'yib chiqqani uchun. Realni aytyapman men. Mana spetsialno qo'yib chiqishadi bolalar. Layk anaqa olish uchun. Mendan gift olish uchun. Ular bilishadi. Chunki bilishadi-da, men har gal layk qo'ygan odamlarga gift beraman. Xo'p, bizani kanalga qaytsak, demak, bizani mana bu asosiy kanal. Mana bu yerda полный informatsiya berib o'tilgan. Demak, mana shu asosiy kanalda hamma yangiliklarni gapirib o'tib chiqaman. Bu yerda Genius Trade Project bor. Bu yerda bizani уже полностью Genius Trade proyektimiz haqida gapirib berilgan. Bu yerda bizani marketimiz bor. O'zlaringiz oldi-sotdi qilsanglar, masalan, magazinimiz bor, servislarimiz bor, masalan, garantiya sizlarga Telegram premiummi, starsmi farqi yo'q. Любой, короче, yordam kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, asosiy kanalga masalan men biror xil halyava chiqib qolsa, deylik, bepul qayerdandir pul ishlab olish mumkin bo'lsa agar, gift ishlab olish mumkin bo'lsa agar, men сразу же yozaman. Bittasi, masalan, meni o'zim vaqtidan vaqt, masalan, bayramlarda, masalan, hayitda hammaga даже video ham qiluvdim. 10 televideniye chiqyapti, ko'rsanglar bo'ladi. Просто kommentariy yozganlaringiz uchun ayiqchadan hammaga berib chiqqanman. Endi bu arzon narsa-da, lekin endi ko'p kishiga beray deb ayiqcha berganman. Lekin bir xil paytlar shunaqa bo'ladiki, realnik qimmatroq giftlardan tarqalib chiqqan vaqtlar ham bo'lgan. Просто kirib kanalga shunday istoriyasiga kirsanglar, ko'rishlaringiz mumkin. Mana sizlarga bitta misol, bepul rozыгрыш qiluvdim 8-dekabr bizani O'zbekiston Respublikasini Konstitutsiyasi qabul qilingan kunga atab men bu giftni sovg'a qilib yuboruvdim mana. Birinchi bundan oldin rozыгрыш bo'luvdi. Rozыгрышdan keyin avtomatik bu bot, mana bot avtomatik o'zi tanlab olgan. O'zi qarang, 4 kishi uchastka qilganda, mana 10 kishi ko'rgan. Men просто hayron qolaman-da, bir xil juda ko'p shunaqa momentlar bo'ladi. Bepul rozыгрыш qilyapman, bepul просто gift berib yuboraman deb aytganman. Qaranglar. Demak, men sizlarga ko'rsatay. Mana boshida mana 8-dekabr bilan men tabriklaganman. Keyin mana ko'rsanglar bo'ladi, podarka qilaman deb aytganman. Podarka biror xil qilaman deb. Va mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana бесплатный розыгрыш 1 soatdan keyin qilaman deb yozib qo'yganman. Keyin bu yerda mana o'zi mana 4 kishi masalan uchastka qilgan и YouTube'ga ketyapti-da, просто так. 4 kishi. Lekin 10 kishi ko'rganda, aytishmaysizlar, uchastka qilishga qilish kerak emas edi, по сути-da. Xo'p, mana sizlarga bitta oddiy misol. Hozir yana dash ko'ramiz. Mana bunaqa rozыгрыshlar ham bo'ladi. То есть просто giftga, mana bu masalan o'zi yaxshiroq gift, arzon gift emas, normalniy gift. Bir 100 minglik plus hozirgi paytda, lekin o'sha payt o'zi qimmatroq bo'lgan. Xo'p, nima qilish kerak bo'lgan? Просто yulduz qo'yish kerak edi. Mana 13 ta yulduz qo'yib, то есть bitta ayiqchadan hatto arzon, chunki bitta ayiqcha 15 yulduz turadi. Bu yerda 13 yulduz qo'yib, bitta giftni olib ketyapti mana. Bo'ldi. Mana. Просто так berilgan. O'zi bu boshqa joyda turibdi. Endi bilingan gift sotilgan, boshqa narsa bo'lganmi? Lekin vaqtda mana berilgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi, berilgan. Xo'p, endi bolalar mendan emas, boshqa joydan, masalan, deylik, bepul har xil halyavalar chiqib qolsa agar, просто так hech nima qilmasdan, masalan, pul olish yo'llari bo'lsa ham aytib ketaman. Masalan, mana bitta oddiy misol. Boshida mana Partals
объявлять qilgan. Demak, o'yin bo'lgan. 55.555 o'yin. Xo'p, nima qilish kerak edi? Просто любой stavka qilsang ham mana shu o'yinga. Endi bitta bu o'yin bo'lganda, mana shu o'yinga qanaqa stavka qilishingdan qat'iy nazar 1 ton sizlarga bergan. Minimalniy stavka masalan 0,1 ton bo'lgan. То есть nima degani bu? Masalan, kirasizlar, просто 0,1 ton qo'yasizlar, 0,9 ton qaytarib olasizlar. То есть 1 ton qaytarib beradi, 0,9 ton sizlarga чистый прибыль bo'lgan. Xo'p, mana shu o'yin haqida полностью naqa bo'lgan. Bu o'yin o'zi 2 soatcha davom etgan edi adashmasam. Mana bu yerda уже продлениялар ham bo'luvdi esimda. Xo'p, mana konkretно yozyapman, ya'ni qaytadan yozyapman. Qaranglar, mana 0,1 ton qo'yasizlar, 1 ton qaytarib yana olasizlar o'zlaringizning anaqa akkauntlaringizga deb aytganman. Keyin esa bu yerda nima bo'lyapti? Mana ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda уже portalning o'zidan aytishyapti. 1 ton emas, 2 tondan даже berishar ekan har bitta akkauntga. 1 tondan emas, 2 tondan. O'zi bu yerda endi mana kommentariyamga e'tibor bermaysizlar. Bu yerda чисто roffle qilib yozganman, чисто prikol qilib. Lekin rostini aytsam, 1 ton emas, 2 tondan berganlari uchun men ranni xursand bo'lgan edim. Chunki tasavvur qilinglar, 0,1 tondan qo'yib chiqaman har bitta akkauntga. 2 tondan qaytarib olaman. Keyin esa, xo'p, pastroqga tushamiz. Mana o'zi konkretno bu yerda yozilgan. Kecha portalsida o'yinda kim o'ynadi, tekinga ton keldi. То есть bu zani endi adminimiz yozgan ekanlar. Просто stavka qilgan bo'lsanglar, mana 0,1 ton stavka qilganlar, brat, 2 ton qaytarib olganlar. То есть admin depozit deb yozilgan, просто 2 ton, mana ko'rsanglar bo'ladi, qo'shilgan akkauntga. Просто tak. Mana keyin bu yerda yana o'zani adminimiz bizga demak, menga demak, spasibo endi bu yerda meni отметка qilib rahmat deyaptilar. Просто tak, chunki 4 ton, mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, 4 ton hech ishlab olganda bu brat, ukamiz bizani. Xo'p, nima qilganlar? Shu просто kirganlar, ikkita akkauntlaridan 0,1 tondan stavka qilganlar, общий 4 ton olib chiqyaptilar. Endi bu yerda o'zimning anaqam, endi o'zimning akkauntlarim, Telegram akkauntlar, kstati, Telegram akkauntlar haqida ham video qilaman. Agar qiziq bo'lsa, agar Telegramda ferma qilamiz biz. То есть nima degani bu? Telegramda bitta emas, bir gal akkauntlar bo'ladi va bir gal akkauntdan mana shunaqa qilib farm qilamiz. То есть masalan bitta akkauntingiz bor deylik Telegramda. 0,1 ton tikdingizlar, 2 ton qaytib keldi. Tasavvur qilinglar, 10 ta akkauntlaringiz bor. 10 ta akkauntlaringiz bo'lsa 1 ton tikasizlar, 20 ta ton qaytib keladi. Oddiy sizlarga matematika. Xo'p, bu yerda nima bo'lgan? Men o'sha kuni bu yerda 6 ta deb yozgan ekanman. 6 ta. Bu endi o'zimning screenshotim bu, o'zimning screenshotim. Mana 3 ta akkauntdan 2 tondan chiqarganman, lekin bu yerda o'sha kuni o'zi 6 ta emas, keyinchalik yana kirib ko'rganimda yana qo'yib berishgan. Ну, короче, plus-minus bir 10 ton menga tushganda mana shundan. Hozir biz portal haqida gaplashdik. Endi MRKTga o'tsak. MRKTda ham xuddi shunaqa narsalar bo'lib turadi, lekin MRKTda hatto tezroq, to есть ko'p bo'lib turadi. Demak, MRKTda zadaniya degan joyi bor, shartlar, to есть topshiriqlar. Mana shu topshiriqlarda vaqtidan, to есть vaqti bilan har xil topshiriqlar chiqadi. Masalan, hozirgi paytda ham mana video o'yman. Men masalan hozir topshiriqni qilsam bo'ladi-yu, bitta ko'rsanglar bo'ladi. Giftni dajanaqasi ham turibdi. Nima deydi? Belgisi ham turibdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, mana belgisi turibdi. Hozir uje ko'rsanglar bo'ladi, uje почти tugayapti. Men masalan hozir videoni olishdan ko'ra, masalan o'zim qilib, mana shundan bitta gift, har bitta akkauntimga bittadan gift olsam bo'lar edi. Lekin yo'q, men video olishni afzal ko'rdim sizlarga o'zim qilganimdan ko'ra. Chunki bunaqa vaqtni bu ko'p cho'zilmaydi, bu tez tugaydi. Mana shunaqa zadaniyalar tez chiqib turadi. Nima qilish kerak? Masalan, hozirgi paytda 3 ta gift, 3 marta bitta giftni masalan kelib shuni просто qo'ysanglar ham, o'sha bitta gift sizlarga podarka qilib beradi, bitta boshqa gift. Yoki boshqacha zadaniyalar bo'lib turishi mumkin. Masalan, deylik, просто gift depozit qil va yana bitta gift qaytarib ol. Lekin bunaqa, o'zi qaranglar, o'zi tugadi. Ko'rasizlar, o'zi tugadi. Demak, biz bundan xulosa qilsak bo'ladi. Bunaqa shartlar, bunaqa topshiriqlar kelgandan keyin ko'p turmaydi. Atiga ko'rgan bo'lsanglar, 100 ta ajratilgan edi. Hammaga. Tushunasizlar, bu tez
kirib qilishga ulgurish kerak. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Qayerdan bilsam bo'ladi mana shunaqa topshiriq chiqqan paytida? O'zini boti bor. Telegram kanalimga yozib ketaman. Telegram kanalimga kirasizlar, o'sha yerda men qoldiraman o'sha botni. Shunaqa yengillik chiqadi-yu, mana shunaqa zadaniya, masalan, mana shunaqa topshiriq chiqqandan keyin u bot sizlarga sразу же yozadi. Mana bunaqa topshiriq chiqdi, gift olasan deb. То есть, masalan, deylik, depozit qilishlaringiz kerak gift beradi sizlarga. Просто shuni depozit qilasizlar, bitta depozit qilasizlar, shundan bitta gift olasizlar. Yo'lli shartlar ko'p, variantlari juda ko'p, har xil chiqadi. Shuning uchun kirib qilganlaringiz yaxshi. Hech nima ketmaydi, shunday kirasizlar, topshiriqni shunday qilasizlar, shundan sizlarga bitta gift. Просто haqiqatdan bepul gift beradi. Videoni ko'rganlaringiz uchun hammaga katta rahmat. Obuna bo'linglar, kommentariy yozinglar. Bu juda muhim. Like bosinglar, asosiysi. Hammalaringizga katta rahmat. Telegram kanalimizga o'tish esdan chiqmasin. Hamma yangiliklarni o'sha yerda post qilib chiqaman. Hammaga katta rahmat, sog' bo'linglar.